Mümkün. Bu maqsad jarayonlarga kelgandan ko'ramiz. Sababi hozirgi kunda bankda qanaqa holatlar bo'lyapti, qanaqa jarayonlar ketyapti, qanaqa muammolar bor. Shularni o'zimiz ham xulosa sifatida o'zimiz uchun nima qilamiz? Sizlar muomalamizni eshitamiz, qo'ldan kelgancha imkon qadar yozib olib, o'zi muddat nima qilib yechishga harakat qilamiz, javob yechishga. Agar murojaatlar subyektivda firmalarda o'tgan yoki shart nima o'tgan yoki ularga yozib aytsalar, siz yozib olib ko'chishamiz. Aslında boş şey sıkıntı. Yurtbaşı. Aha. Biz alıp koyuyor, pul çıkarmak için. İpoteka. İpoteka. Bu tavırlaştı mı satılmaz? Sot işte, sot oluş. Şimdi de satmaksın mı? Ne satmakçı mı? Market nomer izletin etti. 93'lük. 316 90 var. 90 11. Adres sana? Yengül. Yengül miydi ya? Ha. Yengül. Siz havlu mu yok mu? Havlu. Nimadan qurgansiz? Pişkanmış. Kadastr bo'lam, pishkanish. Agar pishkanishdan bo'lsa, u bo'lmaydi. Ma'lumotni yozilgan. Ma'lumotiga chamasi yozilgan. Ha. Siz o'zingiz bu ishni sotmoqchisiz, shundaymi? Ha, men sotmoqchiman, shu olmoqchiman, shuni ketmoqchi. Ikkilamchimi? Ha. Shartlarni tushuntirib olamiz. Shartlarimiz faqat kredit tarixiga yaxshi bo'lgan taqdirda talabga javob beradigan bo'lsa, mana pishlanishdan bo'lsa, kadastrlari bo'lsa, kredit tarixiga yaxshi bo'lsa, ish haqi yetarli bo'lsa, agar ish haqi yetmagan taqdirda birgalikda qarz oluvchi qo'shib ipoteka kreditini ajratib beramiz. Bularni kreditlari yaxshi bo'lishi kerak, olayotgan kredit bormi? Hozir ko'rgan